Assalomu alaykum. K3 avtomobilimiz 2015-yil 72 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 1.6 объем. Mashinamiz ideal holatda. Orqa salonlari mana pokiza. Bunaqa tormas ekan, lekin pokiza turibdi. Sidinalar urinib ketmagan. Mashina вообще ideal holatda. K3 muxlislariga shu video tashlab qo'ysanglar, $7,300 $5,050 to'g'ri keladi. K3 bilasizlar, ekonomичный pishiq mashina. Bunaqa rasxoti yo'q. Ideal holatda. K3 minadigan akalarimiz juda yaxshi biladi K3'ni. Sidinasi ruchnoy suriladi. Eco rejim bor ekan. Rullar isiydi, multimedialari joyida. Sidinalar isitadi. Monitor bor. Black box'i, high-paslari bor. Mashinamiz ideal holatda. Kimga kerak bo'lsa, aloqasiz ko'rasizlar. 7,300,000 $5,050 to'g'ri keladi. K3'da udari mana tiniq holati. Kirasi tegmagan, tozasi.